ئامېرىكا يېقىلغۇ باھاسىنىڭ ئۆسۈپ كېتىشىگە قارشى تۇرۇش ئۈچۈن نېفىت ئېكسپورت قىلغۇچى دۆلەتلەر تەشكىلاتى ئوپېك ۋە باشقا bir قىسىم ئىشلەپچىقارغۇچى دۆلەتلەردىن تەركىب topqan ئوپېك گۇرۇھىنى نېفىت ئىشلەپچىقىرىش مىقدارىنى yuqori ko'tarishga chaqirdi. ئامېرىكا دۆلەت بىخەتەرلىك مەسئۇلىيەتچىسى جېڭ سۇللىۋان يازما باياناتىدا يېقىلغۇ باھاسىنىڭ ئۆسۈشى kontrol qilinmasa, yer shari iqtisodining asliga kelishiga ziyon yetkazish xavfi bor dedi. İran Oliy Davlat bexatarlik kengashining bosh kotibi Ali Shamhani Iranning Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo bo'lishidagi siyosiy to'solg'ular tugatildi dedi. Ali Shamhani Twitter hisobidagi bayonotida Rossiya bexatarlik kengashining sekretari Nikolay Patrushev bilan telefonlashganligi to'g'risida uchur berdi. Qırğızistan Türkmenistan'dan 501 milyon 900 bin kilowatt saat tok import qiladi. Qırğızistan Energiya və Sanoat Ministerliğinin bayanatında Energiya və Sanoat Ministri Doskol Bekmurzayev və Türkmenistan Energiya Ministri Cemirat Purchikovning elektr energiyasi eksportini təşəbbüs qiladigan bir kelishmaga imzo qo'yganligi bayon qilindi. Uyghur klassik adabiyoti sohasida tadqiqotchi, darslik tuzguvchi va o'qituvchi bo'lib, oz-kam 40 yil xizmat qilgan Shinjong Universiteti Filologiya institutining professori G'ayrat Osman 2018-yili tarbiyalashga elib ketilgan va bultur 10 yillik kesib etilgan. Ma'lum bo'lishicha, G'ayratjon Osmanning o'zi tuzgan barliq darslik kitoblari va tadqiqot asarlarida Uyg'ur madaniyatini haddidan ziyoda ko'kka ko'tarish orqali davlat madaniyatini, ya'ni Xitoy madaniyatini chetga qoqqanligi va necha avlod Uyg'ur o'quvchilarga bo'lgunchilik ideyasini singdirganligi uning asosliq jinoyati sifatida tilga ilingan. Uning atalmish jinoyatlari orasida Turkiyaning Bursa shahrida o'tkazilgan bir turkologiya yig'iniga qatnashganligi qayd qilingan. Qatar 2017-yili Paris qo'ltiqi krizisi portlagandan buyon tunji qatim Saudiya Arabistonda bosh elchi tayinlanganligini e'lon qildi. Germaniya temir yo'l shirkati bilan maoshni oshirish suhbati muvaffaqiyatli bo'lmagandan keyin Germaniya shoferlar birlashmasi a'zolari mamlakat miqyosida ish tashildi. Butun mamlakatdagi shahar ichi va shaharlar orasi poyezdlarning ko'pinchisi to'xtab qoldi. Bu shahar ichi va shaharlar orasi uzun yo'lliq yuk va yo'lovchilar poyezdi mulozimatini falaj holga tushirib qo'ydi. İsrailiyaning ishg'oliyat ostidagi Iordan daryosining g'arbiy qirg'og'idagi yahudiylar uchun 2200 yangi turalg'u selishni tasdiqlashga tayyorlik qilayotganligi e'lon qilindi. Egilanishicha, Isroiliya Davlat mudofaa ministrligi qarmog'idagi yuqori darajalik ma'muriy boshqarish komiteti kelar hafta yig'in chaqirib Iordan daryosining g'arbiy qirg'og'ining har qaysi joylarida 2200 yangi turalg'u uy selish planini tasdiqlaydi.